Assalomu alaykum do'stlar. Biz navbatdagi ishlarimizni boshlab berdik. 3 zakasimizni birdaniga boshladik. Birisi akmuramir, birisi A qalasi o'tgani, keyingisi seri mix variantda bir neobычный variantda ishlaymiz. Xudo xolasa ustalarimiz ishlagandan keyin bir qator video etib tashlab o'tamiz kanalimizga. Bizning gruppamizda, kanallarımızda hamisha kuzatib borsangiz bu ishlarimizni ko'rsatib boramiz. İşlerimiz hazır 7 oldu. 7 tane işlerimiz var. Bitken bir qator ularni video hazırlayıp gösterib o'tamiz. Bular hozir laklanib tuttu. Chelakdagi laki. Deshanda alfaq qo'yibmiz. Yana bir narsa e'tibor qaratinglar. Xudo xolasa yana bu narsa. Teni materiali ahostda aytiladi. Baltex. Sifatli mana o'zini neler ko'rsatmalarida qo'yibdi. Trishina uchun, ekologiya uchun hammasini yana ko'rsatib qo'yibdi. Bu talab vagonda yanmaslik uchun hamma obushinasini berib qo'yibdi. Ko'rsatmalarni berib ko'rsatib qo'yibdi. Bu narsamiz Germaniya bilan Rossiyaning texnologiyasi. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa bu ishlarimizni ishlab turgan vaqtlarini ustalarimizni ko'rsatib boramiz. Sog' salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa ustalarimiz ishlab turgan vaqtlarini bir video hazırlayıp o'tamiz. Hozir bularni uchisini birdaniga tayyorlab, ularni ham video etib joylaymiz. Menlar qo'yganimizni sog' salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan yangi cheksiz imkon kanali yangi ishlarni ulashib boradi.